Darsimizni boshlashimizdan oldin ovozni tekshirib olamiz, chunki men bugun boshqa joydan turib dars o'tyapman. Wi-Fi sifatini tekshirib olmoqchiman. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi sizlarga? Kommentga yozib qo'ying, biror narsa plyusmi qo'ying yoki. Yaxshi. Okay, ekranni ko'rinishi-chi? Ekran tiniqligi ham yaxshimi? Bu ham aniq deyishibdi. Hop. Yaxshi. Bo'lmasa boshladik. Chunki Wi-Fi ishlashi ozgina sekinroq ekan, hozir men turgan joyimda. Mayli. Agar nimadir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, agar aloqa sifati tufayli eng darsimizda to'g'ri berishga harakat qilaman. Qanaqa muammo bo'lmadi deb qo'yaman. Okay, bo'lmasa darsimizni boshladik. Present perfect tense. Present perfect tense degani o'zi o'zbek tiliga tugallangan zamon deb tarjima qilishadi. Present perfect tense yasalishi hozirgacha ko'rgan ikkita zamonni yasalishdan ko'ra ozgina boshqacha. Bu narsalarni kelishib oldik o'tgan dars gaplar yasalishiga, zamonlarda gap yasalishiga bu darajada chuqur kirmoqchi emasman, chunki men beginner grammar o'rgatmayapman. Ko'pchiligingiz bundan xabaringiz bor. Shu tufayli og'zaki yozib o'tirmasdan og'zaki tushuntirib ketaman gaplarni qanaqa yasalishi. Ya'ni dara gapning yasalishi bu ega va have va uchinchi shaxsi fe'lni uchinchi formasi, ya'ni o'tgan safar biz past simple zamonni o'tganimizda fe'llarning ikkinchi formasini ishlatgandik. Endi biz past participle yoki o'sha degan tabledagi uchinchi qatorda turgan fe'llarni ishlaymiz. Agar gapimiz esa uchinchi shaxs birlik bo'ladigan bo'lsa, have o'rniga has qo'yamiz. Bor yo'q shu narsadan iborat. I have o'rniga masalan mana I apostrophe ve I've learned desam bo'ladi. I've learned. Okay? Hop, inkor forma have yordamchiga qo'shimiz qisqartirib I haven't. Hop, so'roq formasini yasashimiz uchun doimgidek o'sha yordamchimiz bo'lgan have va egadan oldinga qo'shimiz. Agar gapimiz egasi uchinchi shaxs birlik bo'ladigan bo'lsa, has qo'yamiz va has degan oldinga o'rgatamiz. Okay? So now manimcha o'zi tushunib oldingiz. Simple zamonlardagi yordamchi fe'llarimiz do edi. Buni hozirgi zamon formasida ham present simple, o'tgan zamon formasida ham do'ni ishli formalardan foydalanib gapni so'roq inkor formalarini yasadik. Masalan, do you speak English present simple formada, did you speak English past simple formasida. Xuddi shunga o'xshab continuous zamonlarimiz yordamchi fe'li bu to be edi. To be ni aniq zamondagi formalari, masalan present continuousda biz am is are ishlatdik, o'tgan zamon formasida past continuousda was were ishlatdik. Xuddi shunga o'xshab perfect zamonlar endi yordamchi fe'li have bo'ladi. Present perfect masalan have, past perfect had, future perfect will have. Okay, bu narsalarni tegishli joyda yana ko'ramiz. Okay. Bu narsa menga tushunarli bo'ldi. Endi sizlardan muhimroq bo'lgan narsa, ya'ni qachon foydalanamiz o'zi bu zamondan degan savolga javob beramiz. Yana shu gapni aytaman. Biz o'zbek tilida bu narsalarni ishlatamiz. Bunaqangi formalarda gap tuzamiz, bunaqangi vaziyatlarda gap tuzamiz. Faqatgina shu aytganimdek o'zbek tilida biz bunaqangi modellar o'rganmaymiz zamonlarni. O'zbek tili grammatikasida faqat shu o'tgan zamon yoki masalan present perfect hozirgi zamonga kirib ketadi. Yoki ba'zi qismlarda o'tgan zamonimizga ham kirib ketib qoladigan joylari bor. Shuning uchun tasavvurni yana to'g'ri hosil qilasizlar. O'zbek tilidagi qaysi vaziyatlarda biz ishlatamiz bu narsani degan savolga o'zingiz
o'zbek tiliga tushgan vaziyatlaringizdan kelib chiqib, masalan, bog'liqlik qilib olsangiz, zamonni birinchidan to'g'ri tushunasiz, ishlatilishini va yaxshi eslab qolasiz shu orqali. Bo'lmasa boshladik. Birinchi ishlatilish qoidamiz bu o'tgan zamonda boshlangan ish harakatlar va hozirda ham shu holatda qolgan ish harakatlar, shu holatda turgan ish harakatlarga nisbatan masalan nima bo'lishi mumkin? Birinchi misolimizdan boshlaymiz. Masalan, Mrs. Jorkins has been the head teacher for 3 years. Bu gap qanaqa tushunamiz? Mrs. Jorkins 3 yil oldin o'sha bosh o'qituvchi lavozimiga tayinlangan va hozirda ham bosh o'qituvchi lavozimida turibdi. Ya'ni o'tgan zamonda boshlandi ish harakat va hozirda ham shu holatda qolyapti. Ya'ni hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi bu vaziyatga. Yoki boshqacha misol beradigan bo'lsam, nima deyishim mumkin? Masalan, I've had this car 5 years desam, I've had this car for 5 years. Men bu mashinaga 5 yildan beri egalik qilaman. Ya'ni aniq mazmuni nima degani bu 5 yil oldin sotib olganman va hozir ham hali ham sotganim yo'q. Hozir ham uyimda turibdi mashina degan ma'noda birinchi holatda ishlatamiz. Okay? Hop. Ikkinchi ishlatilish formasi. Birinchi ishlatilish formasi menimcha tushunarli bo'ldi. Misollarimni yozib ketaman. Tushunarli bo'lishi uchun. So, bugungi unitimiz lesson 3. Bugungi darsimiz lesson 3. Present perfect tense. Present perfect continuous haqida gaplashamiz. Shuning uchun alohida yozib olaman. Abuse deb ochib olaman. Birinchisi, men qoidani yozib o'tirmayman, faqatgina misollarni berib ketaman. Masalan, hozir bergan misolim, I've had this car for 5 years. Okay? Hop. Mana have bu yordamchi fe'limiz. Had bu asosiy fe'l. Egalik qilish, menda bor bo'lish degan ma'noni bildiradigan fe'l. I've had this car for 5 years. Hozir tushuntirgan misolim 5 yil oldin sotib olganman va hozirda ham uyimda turibdi degan ma'noni bildiradi. Hop. Mana mana shu joyida, mana shu ishlatilishi tufayli bu past simple dan farq qiladi. Masalan, past simple da I had that car for 5 years. Desam, nima ma'no chiqib qoladi? Men past simple tuzayman bu gapimizga, e'tibor bering bo'lsangiz. Present perfect edi. Qanaqa ma'no o'zgaradi bu gapimizda? Ma'no shunaqangi o'zgaradiki, menda bu mashina hozir yo'q. Yoki borligi haqida ma'lumot bermadi bu gap. Bu gapimizda menda ham uyimda turibdi bu mashina yoki hozir oldimda turibdi. Ya'ni egalik qilyapman bu mashinaga ham. Bunisida bu narsa haqida ma'lumot yo'q. Masalan, bu mashinani 5 yil egalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin undan keyingi vaziyat haqida ma'lumot bermadi. Men sizga yana ham aniqroq tushuntiradigan narsalar misol beraman. Masalan, I have lost my keys. Perfect zamonda tutilgan gap bilan I lost my keys farqini ko'rib chiqamiz. Bu perfect, present perfect, keyin PS deb qo'yaman, qisqartirib. Bu past simple. O'zim degan bir xil qoladigan qisqartmasi. Present perfect, past simple. Hop, ikkita gapimizda nima ma'no o'zgarish bo'lyapti, nima farq qilyapti bir-biridan? Farq shundaki, I have lost my keys desam, menda ish harakatimning natijasi ko'rinib turibdi. Ya'ni aniqrog'i aytadigan bo'lsam, o'tgan zamonda bo'lgan ish harakatning holati hozir ham to'g'ri. Ya'ni menda kalit yo'qligi ko'rinib turibdi bundan. Natija bor. Ikkinchi ishlatilishi ham kelib ketadi yozib bu. Masalan, natijasi buni I don't have my keys now. Mana shu ma'noni ham beradi. Men kalitimni yo'qotib qo'ydim degani ingliz tilida aytadigan bo'lsam, hozir kalit yo'qligini bildirmoqchi bo'lsam, I've lost my keys deb beraman. Lekin men past simple deb qo'ysam, bu gapimni nima ma'no chiqib keladi endi bundan? I lost my keys deb qo'ysam agar, I have lost my keys o'rniga. Masalan, kecha yoki qanchadir oldin kalitimni yo'qotib qo'ydim, lekin topmaganligimni sizga aytmayman. Bu haqida xabar bermadi bu gapimiz. Tushuntira oladimi? Shu jihati bilan present perfect past perfectdan farq qiladi. Hop.
hammasi o'zi aslida birinchi ishlatilish kirib ketadigan narsalar edi. Hop. Ikkinchi ishlatilish qoidamiz completed actions at a time is not mentioned. Bu bilan ham past simpledan farq qiladi. Ya'ni bunda nima deyishmoqchi? Hop. I have watched this movie before. Va buni she'riga past simple tuzgan gap. I watched this movie last year. Ikkala gapimizga farq ham ko'rinib turibdi. Birinchi gapimizda hayotimni qaysi qismida, hozirgacha bo'lgan qismida shu ishni qilganman. Oldin qachondir ma'nosida. Ya'ni biz boshimizdan o'tgan tajriba haqida ma'lumot bermoqchimiz xolos. Lekin ikkinchi gapimizda bo'ladigan farqi bunda aniq vaqt ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni konkret vaqt turibdi bunda. O'tgan yil qilganman bu narsani degan bizda gapimizda ma'no chiqib turibdi. Shu ikkalasi orqali farq qiladi. Ya'ni bundan nima qoida kelib chiqadi? Qoidamiz shuki, ikkinchi ishlatilish qoidasi present perfect shunaqaki o'tgan zamonda boshlangan. Aniqroq uzalashib ketdim. O'tgan zamonda qaysi vaqtda, ya'ni aniqlanmagan vaqtda bajargan ish harakati haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qachondir qilgan ishlaringiz haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, present perfect bilan beramiz. Bu narsani biz o'zbek tilida ko'p ishlatamiz. Mana masalan aytamiz. Mana davlatga borganman, mana kitob o'qiganman, yoki mana odamni ko'rganman deb turib, qachonligi noma'lum yoki qachonligi ham muhim emas buni. Muhimroq joyi buni shu ishni qilganligingiz ga fokus qaratilgan vaziyatlar bo'ladi-ku, shu gaplarni o'zbek tilidagi gapirgan gaplaringiz mana shu vaziyatlarda. Ingliz tilida gapirmoqchi bo'lsangiz, present perfect bilan ishlatib berasiz. Masalan, I've met this soccer player, I've watched this movie, misolimizdagi yoki I've read this book before, I've met this person, I've been to this country bilan beramiz. Endi agar vaqti sizga muhim bo'lsa, vaqtini kimgadir bildirib qo'yishingiz muhim bo'lsa, past simple bilan berasiz. Masalan, o'tgan hafta nimadir qilganingiz, o'tgan hafta falon joyga bordim, o'qiganman, yoki 5 oy oldin mana aktyor bilan chiqib qoldim. Gaplarni bermoqchi bo'lsangiz, hammasini endi past simple bilan berasiz, chunki vaqtini aniq qilib ko'rsatib beryapsiz. Masalan, last week I met this actor. 2 years ago I went to this country. Ikkinchi ishlatishda farqi shu. Ikkinchi ishlatish holat vaqt aniqlanmagan va asosiy fokus ish harakatda o'ziga bajarilganligiga qaratilgan vaziyatlarda ham biz present perfect dan foydalanamiz. Hop. Uchinchi qoidamiz hop. O'tgan zamonda tugatilgan ish harakatlar va natijasi hozir bizga ko'rinib turgan ish harakatlar. Bu e'tibor bersangiz, aslida uchala qoidasi bir-birini to'ldiradigan qoida, aslida yoki bir xil qoidaga har xil tomondan qarash ma'nosida tushunib olsak ham bo'ladi bu narsalarni. Ya'ni tepadagilarga o'xshab ketadi umuman olganda. Masalan, buni misolida berdim, kalit yo'qotib qo'yganligini. I've lost my keys. Ish harakat tugadi, yo'qotib bo'ldingiz va bizga muhimligi buni natijasi. Bu gapingizni aytganingizda ish harakatni o'zini e'tiborga olmadi bu odam. Masalan, kalitini yo'qotibdi demadi, kaliti yo'qligini tushunadi bu gapdan. Tushuntirib oladimi? Muhimligi kalit gap, message. Ya'ni natijasi buni. Xuddi shu holatdagi vaziyatdagi gaplarni aytmoqchi bo'lsak, present perfect dan foydalangan holatda gap beramiz. Mana masalan misolimiz. They've all done their homework. They've all done their homework da fokusimiz ular uy vazifalarini bajarganligiga emas, bu gapimizda endi hozir. Bu gapimizda uy vazifalarini tugatib oldilari turganligi masalan, qilib bo'lishganligi demoqchiman. Bu vaziyatlarda ham present perfect dan foydalanib gap tuzamiz. Okay? Hop. Shu 3 ta qoidasi asosan eng ko'p holatda tushadigan qoidalar. Ya'ni tik bo'lib chiqamiz bu yoqda. Endi bizga present perfect bilan ishlatiladigan ba'zi signal so'zlarimiz bu tomonda berilgan. Masalan, for va since bu ikkala farqini qisqacha for and versus since. Bu oddiy qoida, ko'pchiligimiz buni o'rganganmiz. Eslatma qilib sizlarga islatma tarzida tushuntirib beraman. For ikkalasini ham dan beri deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga. Bu bilan qanchadir muddat, ya'ni duration ishlatiladi. Masalan, I've lived in Uzbekistan for 20 years. O'zbekistonda 20 yildan beri yashayapman.
for ga urg'u tushyapti bunda. Hop, endi since bilan start point of the action. Degani ish harakati bosh e'tibor beramiz since bilan. Ya'ni qancha vaqtdan beri O'zbekistonda yashashimga emas, qachondan beri yashashimga urg'u beradi. I've lived Uzbekistan since 2005 masalan. 2005-yildan beri O'zbekistonda yashayman degan gap chiqadi. Hop. Tushuntira oldim buni, hatto ikkalasini. Ikkalasi ham present perfectni va odatda ko'pincha bu present perfect continuous so'zlari bo'lib xizmat qiladi. Present perfect continuous haqida hozir keyingi qismda gaplashamiz. Just degani hozirgina ma'nosini beradi. Masalan, we just done this exercise. Hozirgina bu mashqimizni bajarib bo'ldik ma'nosi. Already degani allaqachon ma'nosini beradi. Ya'ni we've already done this exercise. Biz buni allaqachon qilib bo'lganmiz deb. Bunda to'g'riligini justdan ko'ra bildirish uchun ishlatiladi. Yet hali ham odatda ikki bor gapda ishlatamiz bu narsani. The answer is yet. Ham javoblarni tekshirib bo'lganimiz yo'q. Hop. Ever degani hozirgacha ma'nosida o'tgan paytdan boshlab hozirgacha ma'nosini beradi. Hayotingizda masalan. Have you ever had guitar lessons? Masalan, hayotingizda hozircha gitar darslariga qatnashganmisiz? Masalan, have you ever done have you ever done this? Hozirgacha nima qilganmisiz? Have you ever been to this country? Have you ever watched this video? Have you met this person? Degan gaplarimizda hammasida ever dedimiz. Never endi qachon simple zamonimizda present simple ham ishlatgan edik. Hech qachon masalan yo'qmadi yoki siz hech qachon qilmaydigan ishlaringiz odatga kirmagan ishlar masalan never lie qachon yolg'on gapirmayman ma'nosida. Endi buni perfect zamonda ishlatsa ham bo'ladi. I've never understood why they give us so much homework. Ma'nosida e'tibor bersangiz ozgina never ishlatilishda farq bor. Bittasida odatga kirmagan hech qachon qilmaydigan haqida gapirmoqchi bo'lsa perfect zamonda ishlatilgandagi beradigan ma'nosi bu hozirgacha nimadir bo'lmaganligi. O'tmishdan boshlab hayotingizda hozirgacha hech narsa bo'lmaganligi qilmaganligingiz haqida gapirmoqchi bo'lsangiz never done this. I've never understood why they give us so much homework. Nimaga hozirgacha shuncha ko'p uy vazifa berishlarini tushunmaganman demoqchi bo'lsangiz never. It's the first time. Hozirgacha birinchi marta sodir bo'layotgan ishga gapirmoqchi bo'lsangiz shuni ishlatamiz. Masalan, it's the first time we video in class. Hozirgacha darsimizda birinchi marta video tomosha qilyapmiz degan ma'no. Okay? Shular perfect, present perfect signal so'zlar. Okay, mana bu yerda misol qilib bosh o'qituvchi, head teacher lavozimida ishlab kelyapti. 3 yildan beri. Hop, endi present perfect bilan present simple past farqini ko'rib chiqamiz. Bitta asosiy farq qoldi. Perfect versus ozgina farq bo'lib qoldi. Yuzingiz ajratib olasiz. Iloji bo'lsa siz yozgan notlaringizni misol tartibliroq qilib o'chirib olasiz. Lekin men yozib borishni tavsiya qilaman. Darslar tursin. Qatnashmang. Nima yangilik ishi bilan yangilik bo'lmagan narsalarni ham sizga mustahkamlash ma'nosida yozib keting. Tavsiya qilaman. Yozmasdan dars qatnash. Ish harakat bajarilgan muddati tugallangan yoki tugallanmaganligi. Ikkita gap beraman sizlarga. I've had few cups of coffee this morning. I had coffee this morning.
Gapimizda bir farqi yo'q. Have bilan gap have bu ma'nosida juda katta farq bor. Farq bildirilmaganligini ikkinchi gapimizda bildiradi. Ya'ni tarjima qilsak, siz bu gapingiz masalan soat 9 hali tugamadi, hali tugamadi. Ya'ni hali tongga tugashiga yana 1 soat bor edi. Shu holatdagi gaplar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz yoki vaziyatlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, perfectdan foydalangan holatda gapirasiz. I had 2 cups of coffee this morning degani asl ma'nosi nima degani? Hop, bugun ertalab ikkita krujka kofe ichdim va yana ko'proq ichishim ham mumkin, chunki tong tugamadi. Ma'nosini beryapsiz bu gapingizdan. Lekin ikkinchi gapimizda past simple bilan tugagan gapda this morning davomi muddati tugab bo'ldi bu. Siz buni afternoonda turib yoki evening turib gapiryapsiz. Masalan, hozir soatimiz masalan hozir 21:24 bo'lgan bo'lsa, 21:24 da turib gapiryapsiz deylik. Bugun ertalab krujka kofe ichdim deb. Va dan keyin gapiryapsiz bu narsani. Endi xohlasangiz ko'proq ichishingiz mumkin emas. Shu holatda biz past simple beramiz. Juda ham katta bo'ladigan, ko'p uchrab turadigan xato mana shu deyish. Talabalar aytishadi. I read this book. Boshqacha misol beraylik. This book 5 times so far. Deb turib, masalan, tirik turgan odamlar gapiradi. Endi tepadagi qoidamizga soladigan uni umri hali tugamadi. Umri davomida, umrining oxirigacha deylik, masalan, bu kitobni xohlasa yana 5-6 marta o'qishi ham mumkin. Ya'ni muddat tugallanmagan muddat ichida gapirilayotgan gap. Ya'ni aytmoqchiki, men umrim boshlanganidan beri bu kitobni 5 marta o'qiganman demoqchi. Lekin past simple deb tuzib qo'yapti. Bu eng katta xato. Buni asli present perfect tuzish kerak edi. Chunki muddat tugallanmagan holatda gapirilayotgan gap. Vafot etgan odam haqida gapirmoqchi bo'lsak, he read the book 5 times in his lifetime. Bu gapimizda mana chiqib kelayotgan ma'no shuki, uni umri tugab bo'lgan, o'tib ketib bo'lgan, vafot etgan odam. Va bu odam xohlasa ko'proq marta o'qishi mumkin emas. Bunaqa imkoniyati yo'q bu odamga. Vafot etib bo'lgan va muddat tugab bo'lgan. Ish harakat bajarilayotgan muddat tugab bo'lgan. Shunaqangi holatdagi umringizda hozirgacha qilgan ishlaringizni gapirmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'lasiz. Tugallanmagan muddat haqida gapirayotgan bo'lgan ish harakat haqida gapirayotganingiz uchun past simple emas, present perfectdan foydalanib gapirasiz. Hop. Ikkinchisini o'zi biz gaplashib bo'ldik. Ish harakatimiz natijasi muhim bo'lsa, biz past simple emas, present perfect chatardik. Finish deganda men ishimni tugatib bo'ldim, boshqa qiladigan ishim qolmadi degan natija sizda. Hop. Yaxshilab mayda chuyda qilib tushuntirishga harakat qildim. Shunisi muhim edi chunki. Sizlarda savollar bormi? Iloji bo'lsa tezroq so'raysizlar. Present perfect tense form. Savollar bormi? Present perfect zamoni haqida. Savol bo'lmasa shu thumbs up qo'yib qo'ying, mana shu belgini qo'yib qo'ying. Men shuni olaman. Hop, 5 kishi уже yaxshi tushunibdi, adashmasam. Yaxshi holat. Savollar yo'q ekan shekilli. Shunda kim yozmayapti ham. Okay, tushundingiz deb assume qilaman-da. Ya'ni o'ylayman-da, ikkinchi qismiga o'tamiz darsimizni. Ikkinchi qismi present perfect continuous zamoni. Hop. Odatda present perfect ko'p ishlatilmasa ham o'zgarishi muhim zamon, chunki
ana shu zamon biz uchun kerakli bo'lgan ingliz tili vaziyatlarimiz bor. O'sha vaziyatlarda biz present perfect continuous zamonni ishlatamiz. Present perfect continuous bu present continuous bilan present perfect qo'shilgani deb tasavvur qilsak ham bo'ladi umuman. Yasalish nuqtai nazaridan gapiryapman. Hop. Nima degani bu? Yasalishga keladigan bo'lsak, ega va yordamchi fe'llarimiz bo'lgan has, tushunchasi bilib uchun has va to be ni past participle formasi been va verb ing. Va shu tufayli men aytdim, buni tushunib olsak, present perfect bilan present perfect continuous qo'shilgan formasi. Masalan, she has been doing studying, I have been studying. Negative formasi o'sha have not qo'shishimiz bilan yasaladi. Not qo'shish bilan haven't hasn't qisqartiramiz. Savol formasi have has yana oldinga olib qo'yish bilan yasaladi. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu darajada qiyin narsa emas. Bitta qulaylik tomoni ham borki, siz endi fe'l ishlatganingizda past participle formasi qanaqa bo'lardi deb eslab yurishingiz shart emas. Okay? So, things ishlatilishi haqida gaplashib boshlaymiz, to'g'ridan to'g'ri. İşletilishi endi qachon ishlatiladi o'zi bu ish harakat. Hop. Endi bitta holatda ishlatamiz buni. Ana ikkita holatda. Qaysi holatida oldin boshlanib, hozirgina tugagan ish harakatlarni gapirmoqchi bo'lsak, birinchidan. Ikkinchidan, o'tmishda boshlanib, hozir ham davom etayotgan ish harakatlarni haqida gapirmoqchi bo'lsak ham, buni ishlatamiz, bu zamondan foydalanamiz. Mana sizga bilganmiz. We have been doing grammar exercises for over an hour. Biz grammatika mashqlarini 1 soatdan ko'proq muddatdan beri bajaryapmiz. Ya'ni 1 soat oldin boshlangan va hali ham tugamadi bu. Hozir ham bajarib o'tirishibdi, masalan, ma'nosini beradi. Okay? Endi ikkinchi gapimizni belgan. Mana bunda davom ham borgan. Can we have a break now? Ya'ni charchaganligini bildirishmoqchilar endi. Uzoq muddatdan beri bajaryapmiz, charchab qoldik deyishmoqchi. Ikkinchisi, they're having a break now because they've been working so hard. Ikkinchi gapimizdan ko'rinadigan ma'no shuki, ular hozirgacha juda ham qattiq ishlab, hozirgina ishlash tugachdi, hozir tanaffus qilishsa bo'ladi deydi. They're having a break now. Hozir tanaffus qilishyapti. Ya'ni bundan bila olamiz, mana gapimizning ma'nosi they've been working hard, so they've been working hard. Ma'nosi yoki tarjimasi juda ham qattiq uzoq muddat ishlashdi, yaqinda tugatishdi va hozir tanaffus qilishyapti ma'nosi chiqadi. Shu ikkita holatimizda biz present perfect continuous'dan foydalanamiz. Ya'ni shu ikkita foydamiz yana kichkina eslatma qilib o'taman. Birinchi holatimiz o'tmishda boshlanib, hozir ham davom etayotgan ish harakatlaydi. Ikkinchi holatimiz o'tmishda boshlangan, davom etgan qisqa muddat va hozirgina tugagan, yaqinda tugagan ish harakatlar uchun present perfect continuous beradi. Okay? Hop. Hozir tepada aytib o'tgandek for bilan since odatda ko'proq present perfect continuous zamonlarida aytamiz. Yaqinda tugagan ish harakatlar haqida gapirganimizda just ishlatamiz. Okay? I've just been reading the school newspaper degani maktab gazetasini o'qish hozirgina tugatdim, o'qiyotgandim, qancha muddat o'qidimda, hozirgina tugatdim. Ma'nosi chiqadi bundan. Okay? Hop, endi sizlarda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Present perfect bilan present perfect continuous natijasi ish harakatning ko'rinish nuqtai nazaridan nima farqi bor degan savol chiqib qolishi mumkin. Chunki present perfect zamonda ham birinchi foydalanishda aytdik, ish harakat tugallanib, natijasi bizga muhim bo'lsa, perfect zamonni berar edik. Bunda aytamiz, ish harakat hozirgina tugagan lekin bildirmoqchi bo'lsak, ishimiz. Nima farq bor endi? Ko'rinib turibdi, lekin masalan adashib qolgan bo'lsa yoki hozirgacha masalan confused tuyulayotgan bo'lsa, ozgina tushuntirish berib o'taman. Present perfect continuous, present perfect zamoni, present perfect simple zamoni, ya'ni ish harakatining natijasiga qaratadi, natijaga faqatgina. Ya'ni she's written an article for the school newspaper gapida. Tarjimasi u gazetasi uchun maqola yozdi deb tarjima qilamiz so'zma-so'z. Asl ma'nosi buni yoki maqsadi bu gapimizni u yozib bo'ldi demoqchi bo'lamiz bu gap aytganimizda. She's written an article deganda u yozib bo'ldi maqolani demoqchi bo'lamiz.
yoki tezkor bo'lsak, buni shunaqa demoqchi bo'lsangiz, present perfect ya'ni yozib bo'lganligini kimgadir bildirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, present perfect zamon, simple zamonini ishlatasiz. Chunki natija muhim bunda. Yozib bo'lganligini bildirmoqchisiz. Endi present perfect continuous zamonni ishlatganimizda asosiy e'tiborimiz bu ish harakati yoki o'ziga yoki ish harakati bajarish uchun qancha vaqt sarflanganligiga bizga natijaga emas. She's been writing an article for the school newspaper. Deganda biz u hozirda shu ishni qilayotganligiga fokus qaratishimiz va bu ish bir muddat davom etib turganligi, bir muddatdan beri davom etayotganligi, hali ham davom etayotganligiga e'tibor qaratgan bo'lamiz. Natijasiga emas, yozib bo'lmaganligiga emas. Okay. Ikkinchi holatda qanaqa bo'ladi? Masalan, she's been writing an article for the school newspaper and she's having a cup of coffee now. Degan davomida bu gapimizdagi ma'no shunaqa chiqadiki, bir muddatdan beri qattiq ishlab gazeta uchun maqola yozdi va yaqinda tugatdi. Yaqinda tugatganligi muhim. Buni natijasi, ya'ni buni tugatib bo'lganligi, endi buni masalan egasiga topshirsa bo'lishligi emas, ish harakati o'zi muhim bo'lyapti bizga. Ya'ni yaqinda tugaganligi ish harakatida bu muhim bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan biz bunisiga ham present perfect continuous beramiz. Yaxshilik e'tibor berasiz, farqi juda ham kichik. Endi bu sizni holatingizdan kelib chiqib berasiz. Mana 3 ta holat bo'lyapti hozir. Birinchi holatda ayol kishi uchun maqola yozdi, siz yozib bo'lmaganligi muhim siz uchun. Okay? So'rayapsiz endi. So'rayapti. She's written an article for the school newspaper. Demak, yozib bo'lgan ekan. Natija ko'rindi unga, muhim deb aytmoqchisiz. Shu vaziyat present perfect simple. Ikkinchi vaziyatimiz biza. Ikkinchi vaziyatimiz harakat davom etib turganligini bildirib qo'ymoqchisiz kimga. Okay? O'tmishda bo'lgani hali tugamagan qo'ymoqchisiz. Natijasini bildirib qo'yishingiz maqsad emas. Bu vaziyatimizda present perfect tense beramiz. She's been writing an article for 10 minutes yoki for 5 hours. 5 soatdan boshlab hali yozib o'tiribdi ma'nosi chiqadi. Uchinchi vaziyatimiz ish harakatni qilib bo'ldi. Bu ham natija to'g'ri, lekin bu natijani bildirish uchun emas, buni hozirgina qilib bo'lganligini bildirish uchun gapiryapsiz bu gapingizni. Bundaqa gapda ham biz present perfect continuous beramiz. She's been writing an article now. She's been writing an article for a school newspaper and is having an arrest now. Tarjimasi nima bo'ladi? Hozirgina tugatib, endi hozir dam olyapti. Tarjima chiqadi. Bunda ham biz present perfect continuous zamonidan foydalanamiz. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Yaxshilab madalab tushuntirishga harakat qildim. Savollar bormi? Questions about present perfect continuous. Savol so'ramayapsizlar. Yaxshi tushunarli bo'lyapti deb umid qilaman so'ramagingiz maqsadi. Chunki yoki hamma narsa tushunsa savol sal farqiga tushunmadim debdilar. Yozib tushuntirmaganim uchun tushunmagan. Present farqi rostdan ham juda kichkina. Tushunmasligingiz tabiiy bo'lishi mumkin. Chunki shunaqa savollar bo'ladi. Chuqur vaziyat. Wait. Some sort of project. She has cooked a nice meal.
judayam zo'r ovqat pishirdi. Bu gapimizda ma'no nima? Meal's ready now. Maqsad bu gapirishdan. Mana shuni kimgadir bildirib qo'yish. Ovqat bo'lganligini kimgadir bildirib qo'yishimiz maqsadimiz. Agar siz maqsadingiz vaziyatni tasavvur qilasiz buni. Uyda turibsiz, masalan, ovqat tayyor bo'lganligi bo'lmaganligini kimgadir bildirish niyatingiz bo'lsa, sizni present perfectdan qo'shasiz. She's cooked a nice meal. Ya'ni nice meal. Or gapim maqsadan ovqat pishirishligini ya'ni durationga muhim. Hozirgina ish harakat tugaganligini bildirmoqchi, ya'ni ovqat endi pishirib bo'lgan, qo'lidan yurmagan aytmoqchi. Bunda ham shunga gapga o'xshagan. She has been cooking a nice meal now. Nice meal, and is starting to serve it. Hop. Yaqinda juda ham zo'r ovqat pishirishni tamomladi va suzishni boshlayapti ovqatini. Ma'nosi chiqadi. Bu gapimizdan ma'no hozir tugatganligi. Hozir tugatganligini ham kimga bildirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bunda ham siz present perfect continuousdan foydalanasiz. Present perfect emas. Tushuntira oldimmi? Bu ikkita vaziyatda perfect simple ishlatmaysiz. Bu ikkita vaziyatda, aniqroq bu vaziyatda continuous ishlata olasiz. Hop, farqi tushunarli bo'ldimi? Abdurahim va farqni tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz tushundim deb yozib oling, tushunmagan bo'lsangiz yana tushuntiraman. Tushunarli bo'ldi debdi. Okay. Qolganlarda savol yo'q bo'lsa, bugungi o'tmoqchi bo'lgan grammatika mavzularimiz shu edi. Darsimiz ikkinchi qismi endi. Vocabulary qilamiz. Bugungi vocabulary topikimiz learning. Okay. Of learning and doing mavzusidagi ba'zi so'zlarni ko'rib chiqamiz. O'sha oldin kelishib olganimizdek bugun topic vocabularyni ko'ramiz. Keyingi darsimizda present verblar, prepositional phrase, word formation va word patternlarni ko'ramiz. Sizlar bilan bir shu 30 ta so'zlarimizni mazmuni, ma'nosi va ishlatilishida aslida qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lganlarni misollarda ishlatib ko'rsatib ketaman. Okay? So, demak boshladik bo'lmasa. Achieve bu degani.